Birinchi semestrim tugadi. Ha, hamma baholarimni 5 ga yopib oldim. Sen-ku birinchi semestrni 5 ga yopib olding. Men lekin mana shu yil nimagadir xotiram pasaydimi, hamma baholarim 3 ga yopilib ketdi. Qancha kitob o'qisam ham, o'qigan kitoblarim hech qanaqasiga miyamga kirmayapti. Bilasanmi? O'tgan semestrda menda ham shu muammo bor edi. Xotiram juda ham yaxshi emas edi. Va men bitta dori topdim. Uni sen xohlasang senga ham berishim mumkin. Mayli, qanaqa dori? Hozir. Mana. Buni ichsam rostdan ham xotiram Albatta. zo'r-ku. Rahmat senga. Mayli. Bu Mo'g'inur qanaqa dori berdi ekan? Havo yetishmayapti umuman. Boshim ham yo'rlayapti. Aksiga olib Mo'g'inur ham bugun kelmadi darsga. Telefon qilsam-mikin? Mo'g'in qayerdasan? Ko'chadaman. Nega bugun darsga kelmading? Ha, ozgina ishlarim chiqib qoldi. Mo'g'in kecha bergan doring bor edi-ku. O'sha ichganimdan keyin negadir holim bo'lmayapti. O'zimga kela olmayapman. Yana o'sha doringdan bera olasanmi? Balki yana ichsam o'zimga kelarman. Ha, bor, lekin pullik. Pullik? Qancha? 50 ming. 50 ming. Mayli. Bugun kela olasanmi tushdan keyin? Boraman tushdan keyin. Aha. Xo'p. Unda men seni institutimiz oldida o'sha eski joyimizda kutaman. Aha, tushunarli, ko'rishamiz. Xo'p. Rahmat. Sog' bo'l. Assalomu alaykum. Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasidan xizmat guvohnomam. Siz hozir bizlarning vaqtinchalik ichki ishlar binoga borishga majbursiz.